He dada tezroq bo'ling, bu obyektni bir oyda bitirishimiz kerak. Kuyovim bo'lmaganida somsaxonaga sovus qilardim. Ko'taring, chimchiqni ko'tada yuragingiz bor, kuyov bola. Choy ichmaysizlarmi? Ichamiz. O'zingizga o'xshagan shirin bo'lsa. Mana qizim suyuq ering boshqa qizlarga gap otyapti. Aloqada bo'lib tursang, keyin nima ish qilganlarini ham tashlaydi. Dada kazyol bo'lmang. Kuyov bola metrni bersangiz-chi, nimani o'lchayapsiz? Diqqat bilan tomosha qiling. Kuyov bola chiqsangiz-chi, u Instagramda videolar tugamaydi. Abid qo'yinglar, ovqat olib kelaman. Rahmat. Har doim mana shunaqa shildir ovqat qilishadi qizingizga o'xshab. Sizga o'xshab go'shab kelmasa kerak-da, eri. Ha dada, ha ozgina qoldi. Qaynotam bilan ishlayapsiz-ku. Menga jentra olib bermoqchi. Moni olib beray, moni. Sal jentra kaltaroqda, kalta. Limuzin olib beray, uzunroq, mana uzunroq. Qanani men bilan armatura sotgan sheriging? Ofisda. Sen armaturani sotgan? To'xtab turing, ishtonni ko'tarib olay. 55 ming bo'ldimi, okela? 500 mingni olib qoling-la. Hozir aytib beraman, aka. Bu jinni zdachi qaytarmoqchimisan? Ha, 100 ming berdi. Bu ahmoq har doim mijozidan zdachini bermasa, ushlab qolishga harakat qiling. Ha, sodani barakasi ham o'shanda deydi. Hozir qaratdir. Aka, ko'rmaysizmi? Zachi yo'q aka. Ha, qashqillading, birovni bir gapi bor. Kuningdan bir kuning qolsa ham tuxum ye, pulingdan bir so'ming qolsa tuxum ye. Mana shuni 45 ming zachi zoniga olib qo'yasiz. Aka, unaqa buga qarash qilmang. Ha, bizning do'konimizdan hech kim norozi bo'lib chiqib ketmang. Cherz ochib yuring. Mana ishi bor. Ertaga kelgin dedingiz, keldim. Sen gap tushunasanmi? Ha, senga ertaga kelgin degan edim. Ha, nimaga bugun keldik? Ha, demak ertaga kelishim kerak ekandi. Ha, Ertaga esa pul bo'ladimi? bo'ladi, bor yo'q. Ertaga kelgin. Mana qurib kelishing. Va chek bermaysanmi? 5 mingga chek beraman, ustoz. Ahmoq ko'ryapsan, er-xotin kazol bo'ladi. Do'kon rasmga olyapti. Hozir chek bermadingda, ha 5 ming ishlab keladi. Voy, bu ayol meni aldabdi-da. Ey shogird, ayollarning orqasidan sal yuzimiz kulmadi. Nima qilamiz endi? Stroz. Ey kelaydi. Ha bergan pulingiz qalbaki ekan-ku. Kopiya. Homiysiz chaqiraman. Ustoz puli qalbaki emas. Shogird, bu dunyoda orqangni devordan boshqasiga o'girma. Muhim ishonch. Hozir qo'rqitib duxun olamiz. Yo'q, qalbaki emasdi. Ya aka, o'zingizam chek bermayapsiz. Mana rasmi bor. Hozir ishlab to'laysiz yuborsam. Ha biza 5 million to'lab qutulamiz. Ha lekin men buni tegishli joyga topchirsam, kamida qamoqqa ketasanlar. Good power. Yo aka, militsiya chaqirmay, rasmni o'chirib tashlayman. Shtraf qildirtirmayman. Iltimos, ketdik. Burabuncha. Ustoz er-xotinni bopladingiz-a? Shogird, bu olamda xotinini gapi hamda ismi bilan ish qilgan odam ayollarga xos muomala ko'radi. Qo'lni tortish uchun sigara chiqarib bo'lmaydi yoning. Qadrdon do'stlar. Bor pulingga olib chiq, qachon qaramasin tanlanasan. Bo'pti, mang'illama. So'rama. Assalomu alaykum jigarello. Yangi tanishlar. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Xudoga shukr. Xonadonlar tinchmi? Assalomu alaykum akajon, yaxshi. Uzr, a? Nima gap? Yuribmiz sekin qimirlab. Sigaretdan bitta pabrat. Mana shu mashinada. Sigaret aylansin. Rahmat. Ukasi bilan oling. Yetadi jigarning. Rahmat. Kecha tanishing jigar bo'lib qoldi. Men 20 yildan beri do'stiyman. Bitta ko'rishda ikkiga bo'lishib yeganmiz. Jigarda erta tobutingni shu ko'taradi. Bitta sigaretchalik qadrim kelmadingmi? Yomon siqildim men. Yuragimga xanjar urdiysan. Bo'ldi, Yomon xafa siqildim. bo'ldim. Yo gapirmaman. Sigaret ber, yomon siqilib qol. Sigaret ber. Bor pulingga olib chiq, yig'laman dedi, sigara so'raysan. Yo'q, senga sigara. Hech bo'lmasa. Nosam yo'q senga, nosam yo'q. So'ljayib o'tiraverasizmi? Gapiring. David, Ha, siz ham o'zingizni ko'rsatavermang. qizimni sevasizmi? Qoshiq olib kel. Nimaga? Tili ketadi hozir buni. Qizinglar qon qo'radi. Soat 2 da ham telefon qiladi. Sizni sevaman, o'lib qolaman, o'zimni o'ldiraman, bir nimalar. Va nima deyapsiz? Ha, siz vatantak qilib turing. Nima ish qilasiz? Katta korporatsiya rahbari. Korporatsiya nima degani? Korporativ deyapti. Ani ishchilik qilib o'tiradi-yu, jo'ra boshi deganday gap. Hop, kuyov bola. Nima ish qilasiz o'zi? Taksichilik qilaman. Oma kecha yomg'irda shunaqa yondi soqqani yomon ishladik.
Bolalarda agar o'tkazmaylarda pasha bosadi. Voy, o'l, taksi ekan u. Siz Elon Musk qizisiz a? Pulis jaraqlab yotibdi, to'g'rimi? O'zingiz issiqdan pombarqit materialda ko'ylak kiyib olgan. Sizlarda ham issiqmi? Tapchkam erib ketyapti. Testosteroni bilan qonuniy ajrashganlar. Tur yo'qol uyingga mahallani aynitishma. Bu qo'y yag'larga julli shoptonni junini ishkash kerak. Pishib qoldi bu. Iya, ana u internatram issiqda so'lib qopti. Doktor, chaqirganda yo'qdir. Tinchlikmi otaxon, nima bo'ldi? Ya qizim, belayim bo'lib qopsan-u. Otaxon, issiqda ozgina dam o'tib qopti. O'zingizga ozgina dam bering, ko'chaga chiqmang. O'zimga dam beraman bo'lmasa, uzun marketdan basen zakaz qilib mazaf cho'milib o'tiraman. Bu issiq ambulatoriyaga admin qilyapti-yu. Assalomu alaykum. Uzun marketdan buyurtmangiz yetib keldi. Danle buncha tezkorsilar, Akajon, sizning buyurtmangiz: quyoshdan saqlovchi ko'zoynak, yoz uchun mo'ljallangan krossovka, velosiped hamda basseyn. Oma basen qichiq ekan. Uzun marketda yana nimalar bor? Biror narsa o'ylang-da. U ham bor. Yo'q. Uzun marketda hamma narsa bor. Va xotin, to'rtta tuxum pishir, qorni ochib ketdi. Xo'p, dadasi. Voydod! Bu issiqda tuxumlar jo'ja ochib yuboryaptimi? Men ham basendan chiqmayman bo'lmasa. Assalomu alaykum otajon, yaxshi keldingizmi? Ya xotin bugun kira zo'r bo'ldi. 150 ming ishlab topdim. Otajonisi bera qoling, narigi pullarga qo'shib qo'yaman. Bundan hali 30 mingni zapravka olib qo'yaman. Ertangi obetimga 20 ming olib qo'yaman. 100 ming toza qoldi. Shunisi bo'ladi. Otajonisi 2 kilo go'sht puli-ku, taksichilik qilib tursiz, boyib ketamiz. Xotin, hali o'zim senga indisga ro'mol olib beraman. Hozirda. Adasi yaxshi keldingizmi? Qanaqa yaxshi kelaman? Belim orasida. Mayli, xo'p, nech pul olib keldingiz? 400 ming ishlab topdim. Mayli, xo'p, bera qoling. Yana shoshsan. Qanaqa shoshasan? Ertaga ham kiraga chiqishim kerakmi? Mashinaga zagotovka qilib qo'yish kerakmi? Mana 400 ming ishlab topdim. Yana 22% ushlab qoladi. 100 ming ketdi. Buni zapravkasi ham bormi? Janvarda 100 ming unga ham ketdi. Mayli, xo'p, 200 mingni bera qoling. Tort qo'lingni. Nima men? Och qoling ichmaymanmi? 50 ming obed topib qolaman. Hali Jinurga internetdan o'chib qolgan. Unga ham 50 ming ketadi. Mana 100 ming so'm qolibdi. Shuni olib qo'yaman. Adasi, 15 yildan beri kuniga 100 ming so'm olib kelasiz. Hozirgi kunda bunga 1 kilo go'sht ham bermaydi-yu. Go'sht olmay bo'lmasa to'q ol. Adasi, 15 yil oldin senga indiski ro'mol olib beraman deb va'da beruvdingiz. Bo'pti, to'q go'sht ham olmay shu boshingga ro'mol aloqa. Adasi, xavotir olmang, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Boyib ketamiz hali. Qaqa boyimiz? 30 yildan beri kerak qilaman. Hali enimga bir kiyim olganim yo'q. Adasi, insofli bo'ling. Boshingizga do'ppi oldingiz-ku. Bu do'ppini sotib olganim yo'q. Tilat tushib qopti. Shuni kiyaverman. Shogird, yana 1 soat sabr qilsang, obed bo'ladi. Ustoz choyni ayting. Ay yasha. Ya. Mana hech choy ichganimni ko'rganmisan? Bor kompot olib kel. 6 oydan beri ishlayapsizlar. Uy qachon bitadi? O'zi bekorga kunmay gaplashima salla bilan. Ya nima deganingiz bu? Qani menga aytingchi, mana shu devorda necha dona g'ish bor? Men qayerdan bilaman? Bo'lmasa qisib yuring. Menga qilmay oli tushdimi? Ha, tushdi. Bo'lmasa srochniy kartamga 5 minut tashlab yuboring. Atamalarimga maktab bozorlik qilib beraman. Nima kelding? Sema olib keldim, chiroylilar. Sema qancha olib kelding? 1 tonna 20 ta qop. Shogird tez 10 qopni tushirib olgin. Qolgan 10 qopchi? Menga qarab ukan, mana shu har bitta qopga o'zing 50 mingdan olib qolmaysanmi? Olaman-u. Hidi chiqmasmikan? O'zim javob berishsani. Mana. To'g'ri betligi boshqa kelmagan. Ustoz, endi yosh emassiz. Mashg'ulotga isqirt ishlaringiz joningizga tegmadimi? Shogird, mana shu qolgan ishlarim o'zim yoqadi deb o'ylaysanmi? Ertaloqli tur, loy qor, g'isht ter, o'zim ham jonimga tegib ketdi. O'zimga qolsachi tanlov tashlab ketgan bo'lardim. Faqat shu level ishlari olib qolyapti odamni. Ustoz, qizim uchrashuvga chaqiryapti, lekin tuzukroq kiyimim yo'q-de. Mana uy egasini futbolkasi. Kiybor kivir. Voy ustoz, rahmat sizga. Axumbar. Ustoga kecha ariston olib keldim, joyida-yu. Teshovaga mazgi necha marta aytganman, uyga it borlik deganman. Kim top hozir o'g'irlik ko'p. Rostdan it olib kelsanmikan? Ustoz, it olib kelsa levi qila olmaymiz-ku. Shogird ana kun bitta kas kelgan it so'rab, men zakat olib qo'yganman. Itni o'shanga sotib yuborardik.
O, mani futbolkammi? Nima qirqib tashlading buni? O'smay shagirtimmi? Mana zeleniy chay. Yusiz top-toza bo'ladi. Ustoz, ani sotgan aristonimizni pulini berib yubordi. Nima? Aristo? Shogird, umringda hech mazaq kalta yeganmisan? Ustoz, mazaq kalta yesa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir yeysan. Aka, keldik. Sizdan 67 ming so'm bo'ldi. Mana 20 ming. Men doim shunaqa kelaman. Aka, siz Yandex chaqirgansiz, 67 ming so'm ko'rsatyapti. Va men yoshingda bak so'rmaganman. Kapitaligimdan urib qo'yaman. Hali shoshmay tur. Aka, nima qilamiz asabiylashib? Bugun meni tug'ilgan kunim-ku. Ko'rishingizdan ulfatkash odamga o'xshaysiz. Keling, men siz bir mehmon qiling. Mehmonqisi ko'rasan, hayda qoravoy. Aka, zo'r o'tiramiz o'ziga. Qoravoy, bugun sen meni mehmon qildingmi? Qayerdagi men seni mehmon qilaman? Antigliga sizni boksyor desam ishonishmayapti. Buni sochib tashlayman. Qomab yo'q, qo'ymaysanmi? Hozir kel. Mana aka, saboy. Sizlardan 600 ming so'm bo'ldi. Yo'q, shu sherigim to'lab oladi, aka. Aka. Bo'ldi, aka. Sog' bo'ling. Rahmat. Buni o'zicha Yandexchilar uxlatmoqchi bo'ladi. Yandexchilar 3 tongacha yechib oladi. 60 mingni berish kerak edi. Battar bo'lsin. Aka, tarif qaytarib olasizmi? Xomchisa qaytarib olaman degandiz-ku. Almashtirib bersam bo'lmaydimi? Yo, menga pulni qaytarib bering. Mana 2 ming so'm. Bu nimaga? 2 ming so'mni yeb qo'ydim-da. Endi buni kimga sotaman? Maqsad to'yga 15 kilo go'shtga kassa beraman. Men 20 kilo go'shtga qo'shilaman. Men esa 300 grammga qo'shilaman. Jasur, to'yingda qaytadi bu. To'g'ri aytasizlar, qaytadi. Unda 400 grammga qo'shilaman. Bo'pti. Yarim kiloga. Jasur, yozda kufga sotib olganmiz, Ha, men doim shunaqa qilaman. Yozda qishki kiyim olaman, qishda esa yozgi kiyim olaman. Nimaga? Arzon bo'ladi-da. Galava zo'r ishlaydi menda. Bola ku yomonsiz ketdi-yu, ha? Akvaparkami, bassengami boraylik? Men zo'r tekin joyni bilaman. O'sha yerga borsak-chi? Voy boramiz. Tushunasizmi? Jasur, bu birinchidan fontan, ikkinchidan bu yer ko'cha bo'lsa. Odamlar qarayapti, chiqay sharmanda qilma. Voy, nima farqi bor? U ham suv, bu ham suv. Zata tekin. Akmaska. 7 oydan beri Sanchesda yotibsan. Sana xizmat qilgim kelmayaptimi? Xizmat qilgim kelyapti, qornim og'riyapti-da. Yana bir 3 oy yotgan, xudo xolasa armiya ham tugaydi. Usta, qaytganingiz rost bo'lsin. Siz qabriston qo'llab qolganda lekin. So'taxo'ja, sal erkak bo'lgin. Borundan ko'ra sochingni oldir. Odam bo'lib qoptimi, usta? Voy askar bolam keldi mana. Onajon, bu askar o'g'lingiz keldi. Hech qaysi askar mendek mardonavor xizmat qilmadi, onajon. Kasal bo'lib qolmadingmi bolajonim? Chivinam chaqqani yo'q. Ha, hali ham darobsha bitiribsanmi? Ana futbolga tegmadingmi? Ana Abduxafor aka Husanov akagami? U fake ekan-ku. Dadam bersam ham sizga beraman deyapti. Balochani yebdi. Endi men o'ylab ko'raman. Kelur, dada. Salom alaykum. O'rtog'im olib keldi qulpidi. Bir marta keluvdi uyimizga lagerda o'rtog'im. Keling mehmon. Besplatniy gastinisaga xush kelibsiz. Kiravering. Nima ketdim, ana yoqtirma. Keta qolay, qo'y. Kiror, hech narsa qilmaydi. Qurtdan yeyapsanmi perivalnikimi? Yo'q, menda bor. Zo'rda. Behruz, xolodilnikda 7 ta pomidor bor edi. 6 ta bo'lib qolibdi. Yedingmi? Ha, dada, endi shakar olib qo'ygandirsiz, esizda yo'qdir, dada. Ha, esimda men sanab qo'ygan edim. 7 ta edi, 6 ta bo'lib qolibdi. Yegansan sen nafsing qurgur. Amaki, men yevdim, jig'ildonim qaynavdi-da. Yedingizmi? Mayli. Bak qarab boring. Men yeb turib oz kelaman. Yur, bemalol yur. Men tomatni so'kmoqchi edim pomidorni. Olma qo'shib yuboramiz. Jinni bo'lsa qana olma qo'shasan. Eshitmasin. Eshitishdi. Dod ketadi, jin turmay. Men ketdim, Xo'p, Anvarda bor edi 4 ta pomidor. Ey bola, menga qara. Sen hadab uyga mehmon olib kelarmang. Qo'shni shalbaq chiqdi. Ko'chada ko'rgan odamning uyiga yetalab kelasan. Katta xolangning uyi emas bu. Mehmon sizga aytganim yo'q-a? Tushundingmi gapimni? Yo'q.
Behroz men ketdimmi? Yo, senga aytgan yo'q. Islom degan bolani olib kelaman. Ya islomni beti bor, bir marta so'konib qaytib kelmadi. Qara, bizda bunaqa baliq bor. Qayga ketgan bo'lishi mumkin? Cho'ntangga soldim, yo'q o'sha pul. Dada ishlatgandursiz. Ishlatganim yo'q, 20 ming men cho'ntagimga soldim, esimda yo'q. Men oldim dada, men. Ya, sen olmagansan, sen mendan qo'rqasan. Yana kim bo'lishi mumkin, ha? Men olmaganman, amaki. Yo, mehmon sizdan shubhalanganim yo'q. Qara, sen bilan men bir-birimizni narsamizni olmaymiz, to'g'rimi? Kim bo'lishi mumkin yana? Kim? Amaki, mana men pulimni olavering, lekin men olmaganman. Yo, mehmon unaqa qilmayman. Men sizdan nima qilganim yo'q, lekin pul yo'q mana shu joyda. Yo'q. Behroz men ketdim, Ha, sog' bo'l. erta qilarmiz fizikadan. Bu cho'ntagimda ekanini kimani? Dada, xijolat qilib bering, tashlab kelaman. Ya yo'q, bu pulga pomidor olamiz.